Assalomu alaykum, hurmatli TV a'zolari va Usta Tohir YouTube kanali a'zolari, azizlar, nasib bo'lsa boshladik ishga turganimizni 22-aprel 2025-yil. Mana bu xonalarimizdan boshladik. Birinchi bitkazib beramiz. Polpatalar ishga turka. Keyin nariroqlar davom etib ketaveramiz. Sababi birdan ko'chamiz deyishdi. O'shaning uchun mana shu ikkita xonamizni mana jilka tashlab atvisga yakpalarni cho'tka qilib beramiz. Mana pravila bilan qirilgan. Jilka qilib beramiz. Ob'yom katta bo'lgan uchun 25 mingdan qilib beramiz. Kasb tumaniga bu, Qashqadaryo viloyat Kasb tumani. 35 gacha bo'ladi narxlari. O'sha devolga qarab, holatiga qarab qilib beriladi. Hozir rastvorlarimizni ham tushuntirib o'tamiz, qanday tayyorlaymiz. Qashqadaryo viloyat Kasb tumani sentrda joylashgan bu joyimiz. 400 kvadratga yaqin ishga turka, 160 kvadratga yaqin siyashga pol patologlari bu, mana nasib bo'lsa jarayonlar ko'rsatib boraman. Bu dalizchamiz mana. Buni endi atvis tashlab o'sha ishga turkasini boshlaymiz. Bu o'sha pishig'ishni xom varianti. Ko'cha tomonlardan ko'rsataman. Bu fasad qismlari ham bo'ladi. Bu mehmonxonalar ham bo'ladi. Mana bu yerga bitta mehmonxona bor, keyin mana bu yerga bitta mehmonxona bor. Darvozaxona, ko'cha fasadlar, yonboshlari hammasi bo'ladi. Mana bu qismimiz ham bo'ladi. O'ng tomon ham, qo'shni tomon va chap tomon ham bo'ladi. 400 kvadrat ishga turka, 160 kvadrat siyashga pol patalak patgulish hammasini o'zimiz qilib beramiz nasib bo'lsa. Kuzatib boringlar. O'sha Usta Tohir YouTube kanaliga ham va Xunaman TVga ham chiqarib boramiz. Instagramga ham kuzatib boringlar. Xunaman TV sizlar chiqadi. 40 mingga yaqinlashib qoldik, nasib bo'lsa ko'rsatib boraveramiz. Mana bu qismlarimizga ham nasib bo'lsa yaqinda o'tamiz. Hozir birinchi ichki qismlarni qilib beramiz. Ishga turkalarni, pol patalak, keyin fasad qismiga o'tamiz nasib bo'lsa. Havo juda ham yaxshi. Nasib bo'lsa zakazlarimiz boshlandi. Eng katta obyektimizdan bittasi. Yangi uchastkalar qurilgan bu yerda mana. Kuzatib boring, hamma topgaga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. No'ldan barchasini ko'rsatib boramiz. Buni ustini sal qirib bu ko'p yil bo'lgan, terilgani, yomg'ir yog'ib mana shunaqa hosil bo'lgan. Ustki qismini qirib, suvlab, keyin atvis tashlab ishga turkasini urib beramiz. Faqat mana shu xom bo'sh kichkina variant terilgan joyga, shilaka blokgacha bo'lgan joy ishga turka bo'ladi. Shogird bos gazi.